Agarda yomg'ir yog'masa, mana shunaqa ustuldagi tomni sizlarga tavsiya qilgan bo'laman. Chunki bu tomni afzalligi shundan iboratki, issig'i ham, sovuqi ham o'tkazmaydi. Eng asosiysi, aka bir xillikdan qochasiz, dekoratsiya zo'r bo'lib turibdi. Lekin bizda yomg'ir yog'gandan keyin akalar tunka qilishga majburmiz. Tunkani tegidan qilganingizdan keyin bilasiz, tunkani issiqligi loy lo'mboqdan chochib tashyapti va issiqlikni o'tkazyapti. Aka, uyingizda issiqlik o'tib ketyapti, nima qilishni bilmayapsiz. Обязательно Universal Decor profiliga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu profilda juda ham ko'p qurilish haqida foydali videolar bo'lyapti. Akalar faqat manfaatdor bo'lasiz. Bu polistirol lombozlarni nech pul, nech santimetr qilsangiz o'zi yaxshi bo'ladi. Shu haqida kelib ma'lumot beramiz. Bu polistirol lombozlarimiz akalar qop ko'rinishda bo'ladi. Bitta qopimizda 3 kvadrat metrga yetadi, 4,5 santimetr qalinlikda. Qopimizning ichida tayyor sementi, polistiroli va ikki xil kimikati bor. Shundan suv qo'shib aralashtirsangiz, o'zingiz tayyorlaysiz bo'ladi. Yo'q aka, o'zimiz usta kelib tayyorlab beringsiz, ustalarimiz ham bor akalar. Bemalol telefon qilib, bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Polistirol lombozlarimiz narxi keladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri 31.500 so'mdan aylanyapti. Akajon, menimcha juda ham arzon narx. Ushbu videoni eng yaqin do'stlarga, qarindosh urug'larga tashab qo'ying, chunki ular uchun foydali bo'ladi. Aka, eng asosiysi, sizni issiq sovug'ingizni o'ylab o'tganlardan yomon gumonda bo'lmang. Assalomu alaykum.